San o'zi faqat narxi arzon bo'lgan, sifati past bo'lgan, brendi ham notanish bo'lgan narsa narxini tushirasan deyotganlar. Eminda shunaqa yozadiganlar uchun Yaponiyaning nomer 1 brendi Toshiba'ni 75 talik televizorning narxini tushiramiz. Xuddi shu televizorni boshqa joylarda 10 million 100 mingdan 11 milliongacha sotishyapti. Taxmin qilib turinglar, men nech pulgacha narxini tushira olaman. Televizor smart 4K formatda ko'rsatadi. Ba'zi bir televizorlarga o'xshab 75 ichida 65 bo'lmaydi. Enini kattaligi ham 189 cm. O'zbekiston sharoitida eng kerak bo'ladigan funksiyalardan bittasi искусственный intellekti bor. Ko'rilayotgan videoni kачествосini avtomatik o'zi yaxshilab beradi. Undan tashqari ovoz sifati Dolby Audio bo'ladi. Ovozli qidirish imkoniyati ham bor. Game modlargacha bo'ladi. Bemalol PlayStation bilan maza qilib o'ynasanglar ham bo'ladi. Narx-navodan xabaringiz bo'lishi uchun xuddi shunaqa O'zbekiston brendini 75 talik televizorini kanal rivoji uchun Kota 20 kanaliga $649 qo'ygandim. O'shanda Kota shov-shuv bo'lib ketgandi. O'ylab turinglar, Yapon brendini nech pulgacha narx tushishi mumkin? Почти hech qaysi televizorda uchramagan narsa, ekrani yaxshilab qarasanglar, ekran ramkadan ajratilgan bo'ladi. Ozgina yo'roqqa chiqib ham turadi. Modelini ko'rsataman, istalgan joy bilan solishtirib ko'ring. Arzon topolmasangiz, shu videoni hamma yaqiningizga jo'natib qo'ying. Ovoz va ekran sifatini sizga ko'rsatgan bo'lardim, lekin bu kamera buni sifatini sizga olib bera olmaydi. Boshqa joylarda xuddi shu televizorni 10 million 100 mingdan 11 milliongacha sotishayotgan bir paytda men sizlarga bu narxini bor yo'g'i $599 qilib beraman. Bu safar shoshiling, soni nihoyatda cheklangan. Bu narxlarni bo'lsa, faqatgina bizga podpiska bosganini ko'rsatganlarga qilib beramiz.